Oliyjanoblari, bu videoni o'tkazib yuborishga shoshilib qolmanglar. Mana haqiqiy changlari bilan sizlarga dehqonchiligimizni ko'rsataman. Olmalarimizni juda bezagracheniya optimga oladigan akalarimiz ham bormi, opalarimiz ham bormi, savdogarlar bormi? Libboylarni sizlarni taklif qilib qolamiz, bemalol hamkor bo'lib ishlashinglar mumkin, lekin borku, juda ham zo'r sizlarga manfaatli bo'lib qoladi mana shu. Olmani ko'ryapsizlar, tishladim, hozir suvlari shunday oqib ketyapti. Zudlik bilan murojaat qilinglar egalariga. Hozir arzon. Keyin juda ham talash bo'lib ketib qoladi. Olmani ko'ringlar, bitta baho beringlar. G'arq turibdi. Voy. Mana buni qaranglar, olmalarni. Voy. Qarang, bundan chiroyli baxt bo'ladimi? Zudlik bilan olmani sevadigan do'stinglarga tashab qo'ysanglarchi. Olmani qarang, changlar bilan agar bir dona bitta artib qo'ysangiz bormi, yalt qiladi-yu. Tez optimga oladigan akalarimiz 10 tonna, 20 tonna, 30 tonna, 40 tonna ahamiyati yo'q. Libboy tonnasini yetkazib beramiz. Tez svязga chiqinglar. Rahmat.